Fransuz tilini o'rganish uchun foydali top 5 ta sayt. Birinchi sayt bu TV5 Monde sayti. Siz bunda A1 dan boshlab B2 darajagacha sizga kerakli barcha narsalarni o'rganishingiz mumkin. Albatta, video orqali o'rganishingiz, listening qilishingiz yoki grammatika va TSF mashqlarini bajarishingiz mumkin. Ikkinchisi bu Refus Savoir sayti. Bunda siz haqiqiy fransuz yangiliklaridan xabardor bo'lasiz, listeningizni va lug'atingizni oshirasiz. Bu asosan B1 va C1 darajadagi o'rganuvchilar uchun foydali. Uchinchisi bu Bonjour de France sayti. Bunda siz grammatika o'rganishingiz, testlar bajarishingiz va o'tilgan mavzu bo'yicha mashqlar va diktantlar yozishingiz mumkin. To'rtinchi saytimiz esa Le Point du Flé sayti. Siz bunda minglab bepul mashqlar qilasiz, listening, reading bajarasiz, grammatika o'rganasiz, lug'at yodlaysiz va eng asosiysi bu barcha darajadagi o'rganuvchilar uchun mos. Siz qaysi saytdan foydalanasiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.